O'zbekiston suv resurslarini samarali boshqarish barqaror taraqqiyotning asosidir. 2025-yil 15-20 may kunlari mamlakatimiz bo'ylab gidrometriya asoslari va suv resurslarini hisobga olish mavzusida maxsus o'quv treninglar tashkil etildi. Trening Suv xo'jaligi vazirligi, suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi hamda O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish loyihasi hamkorligida o'tkazildi. Unda 170 nafar mutaxassis qatnashdi. Kurs 4 kunlik nazariy mashg'ulotlarni o'z ichiga oldi. Ishtirokchilar suv sarfini o'lchash, gidropostlarni darajalash va suv o'lchash vositalaridan foydalanish bo'yicha bilimga ega bo'lishdi. Amaliyot darslari irrigatsiya kanallarida tashkil etildi. Ishtirokchilar real sharoitda suv sarfini aniq o'lchash amaliyotida qatnashish imkoniga ega bo'lishdi. Seminarimiz bo'ldi. Zoom orqali respublika bo'yicha barcha suv nazorati inspektorlari bilan Shveysariya davlati bilan hamkorlikda bir nechta ishlarni qamrab olgan bu loyihamiz. Loyihaning asosiy maqsadi suv resurslarini boshqarish, suvni tejash. Hozir birinchi qismda suvni tejash bo'yicha zamonaviy asboblar bilan amaliyot olib borilyapti. Kurs yakunida ishtirokchilarning bilimi baholandi va sertifikatlar topshirildi. Bu loyiha suv xo'jaligida professional malakani oshirishga qaratilgan muhim qadam bo'ldi. Ushbu trening butun O'zbekistonni qamrab oldi. Mutaxassislar o'z hududlaridagi suv xo'jaligi obyektlarida zamonaviy gidrometriya vositalari bilan ishlash ko'nikmasini mustahkamladilar. Suv resurslarini aniq hisobga olish samarali boshqaruv garovidir.